Men bu haqda juda ham ko'p gapirgan edim va hozir ko'pchilikni xafa qilib qo'yishim mumkin. Magiz, yong'oq, bo'shish bilan qonni ko'paytirib bo'lmaydi. Endi faqat preparatlar ichish vaqti keldi. Endi lavlagi sokini ichsangiz, u faqatgina oshqozon ichak traktini yaxshilashi mumkin. Lavlagini qon ko'paytirish davri o'tdi. Agar umumiy qon tahlilida gemoglobin 120 dan past bo'lsa, albatta tezda qon ko'paytiruvchi preparatlarni ichish shart. Anemiyani davolash uchun faqatgina temir preparatlari bilan kapelnitsa olishingiz shart. Xo'sh, shu gaplarni barchasiga ishondingizmi? Anemiyani davolash uchun chuqurroq yondashish juda ham zarur va tashxis qo'yish uchun ham kamida umumiy qon tahlili va ferritin tekshirilgan bo'lishi lozim. Bu haqida men mutlaqo bepul darslik ham tayyorladim. U darslikni ko'rish uchun darslik so'zini yuboring. 19 fevraldan boshlanadigan anemiya kursida ishtirok etish uchun plyus belgilarini qoldiring.